96.000 kilometr yurgan, rubl 40 ko'rganmisizlar? Yig'ilmagan, qayta jihoz emas, ofitsialniy rastamoshka bo'lgan, istoriyasi bor mashina kelib qoldi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, nima mashina olsam ekan deb o'ylab yuribdingiz? 140 ga yaxshi sostenasi kelib qoldi. Mashinamiz long, yaxshi diska balonlarda turibdi. Mana bu faralari ham radnoy, hech qatida kuzovida dilni xira qiladigan, chizilib ketgan, qirilib ketgan joylari yo'q. 96-yil mashina, O'zbekistonda yurgan haqiqiy legenda desa bo'ladigan mashina. Ushbu karabilni hamma joylari yaxshi sosteniyada bo'lib turibdi. Nimaga? Torpedka holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Rul holatlari, radnoy probegda, klimat kontrolli bor, villur salondan bilasizmi? O'sha paytlar rosa modaga chiqqan, kerak bo'lsa ko'jadan ham obro'si balandroq yurgan, egalari bilan narxini ham rosa talashdik. Yaxshi narxga qo'yibmiz, yana ham egalari bilan gaplashib kelishib olsanglar bo'ladi. Ushbu rubl so'ragimizda mana shtida bayroq oladigan joyi bo'ladi, krilosida, bilasizmi? O'sha teshilganligi uchun mana shu krilolarini boshqatdan sepib borilgan ekan. Kapotini bo'lsa mayda tosh tegan edi, menga yoqmagan, o'shaning uchun ustini o'zini asvejit qilib yuborganmiz deb aytibdilar egalari. Yana ham kelib, ustinglar bilan tushunadigan odam bilan kelib tekshirib xarid qilsanglar bo'ladi. 96-yil, motorida ham, ходовойda ham, korobkasida ham ishi yo'q. 3.2 long, yaxshi holatda bo'lib turgan mashinamizni narxini $24,000 deb belgiladik. Yana ham egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, mashinani tekshirib olsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.